2026-yilda hujjatsiz ham yuraveraman degan odamlar bu videoni oxirigacha ko'ring. Moskvaga yangi kelgan musofirlarning 5 ta qilinish kerak bo'lgan asosiy problemasi bor. Hammasini bir joydan qilib beramiz. Hozir biz turgan joy metro Sokolnikini 1 va 2 vahidi. Xohlagan vahidan chiqasiz. Mana shu orqamizdagi Petyorichka zdaniyani 2-qavatga chiqsangiz biz topasiz. Biz bu yerda SNIS, biometriya, gos uslugi, sim karta hamda bank karta qilib beramiz. Bitta sim karta olsangiz 500 rublga, qolgan hammasi tekin. Va bundan tashqari qo'shimcha ishlarimiz pasport perevod va stamina gos uslug turdoydagor qo'lda bo'lsa, o'ydan jo'natishga yordam beramiz. Aka-ukalar, bizga kim kelib shu uslugidan foydalansa, Saxirova uchun talonni besplatni olib beramiz. Sog'ini kunda sarson bo'lib yurmanglar. Saxirovaga ham talon olib bo'lishni sizlarga taklif etaman. Ekranga nomer qoldirdim. Bu bizning 3-ofisimiz bo'ladi. Qaysi ofis sizga yaqin bo'lsa, telefon qilib boraverasizlar. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Behzod Mamajonov. Siz asr vaqti yutgan tomosha qilmoqdasiz. 2026-yilda ko'plab reydlar Sankt-Peterburg va boshqa regionlarda bo'lib o'tdi. Va Moskva, Moskovskiy oblastida reydlar bo'lmaydi deb juda ko'pchiliklar analiz qilgan edi. Yo'q, afsuski, reydlar Moskva va Moskovskiy oblastida ham bo'lib o'tmoqda. Skladlarga va производствоlarga bostirib kelishdi. Bu yerda 133 ta odam qo'lga tushdi va 90 tasi nelegal ekan. Mana shuni oqibatida ko'plariga shtraf yozdi. Kimdir vidvarena bo'ladi, kimdir esa shunaqasan deport zabit o'qishi mumkin. Aka-ukalar, Moskvaga kelyapsizlarmi, Rossiyaga kelyapsizlarmi? Iloji boricha hujjat to'g'rilab yuringlar, chunki juda ko'pchiliklar oldin kelib bezdagi ishlab o'rganib qolgan. Hozir bunaqa narsa yo'q. Salginaga reyestrga tushadi va aminasida, qizil kursda, ko'chada ishlasa agar shtaraf qilishi mumkin. Bu video orqali biz qo'limizdan kelgancha o'zimiz aka-ukalarimizga aytib qo'ymoqchimizki, dokumentni 100% qilib yuring. Mana shunda siz hech qanday reyd bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, siz sog' salomat chiqib ketasiz. Endi o'ylab ko'ramiz. 90 ta odamni vidvareniya qildi. O'zimizning xalqimizga minus. Bo'lgan sari xalq Rossiyada biznikilar kamayib ketmoqda. Bunga sabab dokumentsiz yurishligi. Iloji boricha dokumentni chiroyli qilib yuringlar. Kimda Rossiyaga kelib qiynalayotgan bo'lsa, SNIS, biometriya, goslug, sim karta, bank karta hammasini bir joydan qilib beramiz. 3 ta metroda adresimiz bor. Ekranga nomer qo'ydim. Bemalol kelishingiz mumkin. Va Rossiyaga kelib dokument qilyapsiz. Ishonchli kredit xizmati kerak bo'lsa, agar ekranga nomer qoldirdim. Aka-ukalar, va bundan tashqari Moskvaga kelib o'qishga kirmoqchi bo'lgan odamlar bo'lsa ham hamkor konsaltant tashkil etib qo'ydik. O'qishga kirish uchun yordam beramiz. Ekranga 3 ta nomer qo'ydim. 3 ta mavzuda bemalol telefon qilib foydalanishingiz mumkin. Rakibitlarni vaqtda qilib yuring. Ertaga siz ham xuddi shunday reydlarga tushib deport bo'lib ketmang. Videoni esa like bosib tarqatib qo'yamiz.